Assalomu alaykum, aziz zamondoshim. Sog'-omonmisiz? Allohning inoyati ila yangi tongni kutib olar ekanmiz. O'ziga behisob hamd va sanolar bo'lsin. Sahar turib, Allohdan qanday ezgu niyat so'ragan bo'lsangiz, barchasini ijobat qilsin. Yaxshi kunlar kelishi uchun avval yomon kunlarni sabr bilan yengib o'tish kerak. Endi esa hurmatli adibamiz Madina Bonu Nuriddinovaning ajoyib hikoyalaridan tinglaymiz. Telba. Dildora, shoshmang, sizda gapim bor. Mahmud tez-tez yurib, qizning yo'lini to'sdi. Shamol sochlarini tortqilab o'ynayotgan kokillarini qo'li bilan qulog'ini orqasiga yig'ishtirib to'xtadi. Yana sizmi? Men sizga nima yomonlik qiluvdim? Dildora zarda bilan yer tepindi. Siz, yo'q, meni tushunmabsiz. Axir men sizni... Bo'ldi, bundan keyin yo'limni to'sib ovora bo'lmang. Qiz bir siltanib, yotoqxona tomon yugurib ketdi. Gulyuz, qara, yana o'sha devona. Oynaga qarab uzoq xayolga cho'mgan Nargiz pastda Mahmud bilan Dildorani kuzata turib, dugonasiga so'z qotdi. U bechoraga ham qiyin. Agar men Dildorani o'rnida bo'lsam, Mahmud bilan birga qolardim. Gulyuz kitobdan bosh ko'tarmay javob berdi. Yaxshi ham o'rnida emassan. Bunaqa psixlar bilan Xudo saqlasin. Suhbat Dildora xonaga kirib kelgach, yakun topdi. Ertaga birinchi para nima? Dildora sumkasidan konfet olib og'ziga soldi-da, lunjini to'ldirib gapida davom etdi. Qodirov domlani topshiriqlarini bajardilaringmi? Uchovlon guruhdosh dugonalar birgalashib dars tayyorlashdi. So'ngra ovqat pishirdilar. Dildora institutning 2-bosqich talabasi. Tirishqoqligi, xushmuomalaligi bilan o'rtoqlari orasida hurmat orttirgan. U do'stlari bilan goh kutubxonaga, goh tadbirlarga qatnashadi. Qizning ohu ko'zlari Mahmudni ko'r qilgan vaqtda ham kompyuterda o'tirib ma'lumot olayotgan edi. Dildora kitoblarni sevib o'qir, shu bois ertakdagi shahzodasi kelib olib ketishiga ishonar edi. Ammo zulukday yopishib olgan Mahmud qayerga borsa ortidan soyaday ergashib yurar. Dildoraga gapirgan, hatto dars yuzasidan savolga tutgan kursdoshlarini ham kaltaklardi. Uning dastidan fakultetda bosh ko'tara olmay qolgan qiz oxir oqibat yurak oldirib qo'ydi. Suyuklisining bir tabassumi uchun dunyolarga o't qo'ygudek vajohatli Mahmud boshqa oliygohda o'qirdi, ammo Dildorani oldiga kelishni kanda qilmasdi. Kunlarning birida odatdagidek kutubxonaga otlangan bir qator talabalar orasida Dildora ham bor edi. Uni kun bo'yi darvoza oldida tik oyoqda kutgan Mahmud suyuklisini kursdoshlari yonidan chaqirib oldi. Dildora u bilan salomlashib, ildam yurdi-da do'stlariga yetib oldi. Bugun suyuklisining kayfiyati yaxshi, ammo nimagadir men bilan gaplashgisi yo'q. Mayli ko'raychi, qayerga ketayotgan ekan? Dildora kursdoshi Sobir bilan bir kitob ustida bahslashayotgan edi. Kun sovuq, osmonni bulut to'sib olgan bo'lsa-da, Dildora har gal yoyilib kulganida Mahmud uchun quyosh charaqlagandek bo'laverardi. Ammo yigitchaning quvonchi uzoqqa bormadi. Uning qalbini rashk o'ti qamrab olib, tobora yutib yuborayotgandek, bo'g'ziga alam tiqilib, dodlab yuboray derdi. Qizning mamnuniyat bilan tabassum hadya etishi uning dilini tilka pora qilaverardi. Hech nimadan bexabar qiz kutubxonaga borishda davom etdi. Tomosha ertasi kuni darsga borgandan so'ng boshlandi. Sobir bir ahvolda kasalxonaga tushgan, kursdoshlar guruh-guruh bo'lib olib kechagi voqeani muhokama qilishayotgandi. Dildoraning jahli chiqib Mahmud bilan yaxshilab gaplashib olishga qaror qildi. Bilasizmi, men ota-onamning yagona yolg'iz qiziman. Men buni qo'shnilaringizdan allaqachon surishtirib bilganman. Yaxshilab tushuntirmoqchi bo'lib turgan Dildoraning rangi ro'yi o'zgardi. Hozirgina Mahmudning ko'ngliga qo'l solib vaziyatni o'nglamoqchi bo'lganda maqsadga o'tib qo'ya qoldi. Boshqa ortimdan yurmang. Agar qo'shnilarimdan so'ragan bo'lsangiz, demak butun mahalla gap qilib yurgan bo'lsa kerak. Men boshqa insonni yaxshi ko'raman. Dildora bu telbani yo'lidan sovutmoqlik niyatida aytgan gapi yigitning qalbiga nechog'lik og'ir botgan bo'lsa-da, ammo shashtidan qaytmay, "Uni sevasizmi?" deb so'radi.
Uning g'azabi qaynab, joni halqumiga kelganini tugilgan qo'llari ayon etmoqda edi. Ha, butun vujudim. Ammo qiz so'zini tugata olmadi. Mahmud uni bir siltab yoniga tortdi. Agar u bo'lmasa-chi? Oshiqning qalbida tushunarsiz tug'yon urar, hozir portlagudek bo'lib turardi. Og'rityapsiz? Bu kutilmagan chinqiriqdan cho'chib tushgan Mahmud qizning qo'lini qo'yib yubordi. Kechiring, sizga ozor bergan shu qo'limni. U shunday deya oynali eshiklarga yaqin keldi. To'satdan bir zarba bilan eshikning bir ko'ziga qo'li bilan urdi. Oynaning musht tekkan joyi esa chil-chil sindi. Dildora yigitning qo'lidan sizib chiqayotgan qonni ko'rib esi og'ib qolayozdi. Jinni, nima qilib qo'yding? Dildora borib Mahmudni shisha kirib qon oqayotgan bilaklaridan mahkam qisib oldi. Ha, men seni deb jinni bo'layapman. So'nggi jumlani oyog'ida zo'rg'a turib aytgan Mahmudni zudlik bilan shifoxonaga olib ketishdi. Kesilib ketgan qon tomirlarini jarrohlik yo'li bilan epaqaga keltirgan shifokorlar hushsiz tanaga qon quyishayotganda Dildora uni yo'qlab keldi. Uni shu ahvolda ko'rib, vijdoni oldida qiynoqda qolgan bo'lsa, dilining to'p-to'pida uni baribir sevmasligi, qaytanga nafrati baland tog' misol qad ko'tarayotganini his etib turardi. Ancha vaqtdan so'ng Mahmudning sog'ligi tiklanib, kasalxonadan chiqdi. Tanasini jarohatlab, azob bergan tuyg'uga og'irlikdan aslo charchamagan yigitcha yana Dildorani oldiga bordi. Bir lahza bo'lsa-da, usiz hayotini tasavvur eta olmaydigan yigitchani shashtidan qaytaradigan hech qanday kuch yo'q edi go'yo. So'nggi pushaymon. Erta bahor kunlarining biri. Qushlarning chug'ur-chug'uri olamni buzib yuboray deydi. Bahor dalalarga o'z sepini yozib, o'zgacha go'zallik kashf etgandi. Gullar u musaffo osmonning billurdek tiniq aksi bahor fasliga o'zgacha chiroy baxsh etib turibdi. Bahorning o'zgacha tarovatidan gullarga burkangan xiyobon, hatto odamlardagi ko'tarinki kayfiyat ham yo'l chetida cho'kkalab o'tirgan Nabiga juda g'alati tuyulardi. Uning xayolida faqat bir uy, qayerdan bo'lsa ham pul topib ichish. O'rnidan turmoqchi bo'lib harakat qilganda ko'zi tinib yiqilib tushdi. A'zoyi badani titrab, holsizlanib yerga cho'kkalab qoldi. Tavba, menga nima bo'ldi? Boshim aylanyaptimi? Yo'q, hozir buning davosini topamiz. Og'ziga taxir bir narsa kelib o'xchib yubordi. Hozir, mana hozir. U shunday deb yana o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi, qoqilib ketdi. Atrofga alanglab odamlarni kuzatib jim qoldi. Havo ancha salqin edi. Hozir qayerda o'tirganini, sanani, hatto o'zining ismini ham unutib yuborayozgandi. Hamisha shunday to'ygunicha ichib olib, yaqin atrofdagi xiyobonlarda tunab qolardi. Hozir ham xayollar og'ushida yolg'iz qolib, chalkashib ketgan fikrini jamlamoqchi bo'lgandek, ikki ko'zini chirt yumib oldi. Ko'z o'ngidan oilasi, butun hayoti tasmadek o'ta boshladi. Mana u chopib o'tgan bolalik yo'llari, Munis onajoni, jajji ukalari, hammasi tush kabi o'tib ketdi. U qishloqning sho'x bolalaridan bo'lib, o'z bilimi bilan oliy o'quv yurtiga kirgandi. Ham o'qib, ham ishladi. O'qishni bitirgach, shahardagi korxonalardan biriga ishga kirdi. Boshida otasi o'g'lini o'zi raislik qilayotgan xo'jalikka olib kelib ishlashini juda xohlardi. O'g'li esa shaharda qolib o'zgacha hayot qurish va o'z o'rnini topib ketish niyatida edi. Ijaraga kichkina uy topdi. Xarajat buromadiga dadasi yordam berib turardi. Vaqt o'tib, ishlari yurishib ketdi. Yana o'qishga ketdi. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha diplom yoqladi. Ta'tilga chiqqanida qishlog'iga dam olishga bordi. O'shanda ham bahor edi. Nabaka endi qishloqning old odamlaridan bo'lib, allaqaysi tashkilotda ishlar, uyi, hatto mashinasi bor edi. Do'stlari bilan kimningdir to'yiga bordi-yu, Shahnozani uchratib, uni yoqtirib qoldi. Go'zal qizning nozu qarashmasi, o'tli nigohi Nabining qalbini zabt etgandi. Har safar uyiga borganda, oyisi to'y haqida gap boshlardi. O'shanda uning ko'ngli xira tortib jahli chiqar, indamay turib ketardi. Ammo bu safar negadir Nabi bu mavzuning tezroq boshlanishini intizorlik bilan kutdi. Onasi endigina gapning uchini chiqarganida, o'zini bemalol tutib kimga, qayerga sovchilikka borish kerakligini aytdi. Xolnisa opaning og'zi qulog'ida, axir yolg'iz o'g'li o'z og'zi bilan uylanaman dedi-ya.
To'y tayyorgarligi boshlanib ketdi. Uning qo'li-qo'liga tegmasdi. Hamma rozi, barcha xursand. To'ydan keyin ham mehmonlarning qadami uzilmadi. Bir hafta o'tar-o'tmas Nabi shaharga ketamanga tushib qoldi. Mabodo kechiksa, ishidan chetlatisharmish. Xolinsa opa dam-badam o'g'liga, hech bo'lmasa 1-2 oy o'tsin, ishingni shu yerga ko'chirsang nima bo'ladi, derdi. Shaharga ketishni Shahnoza ham istamasdi. Ona qishlog'i, ota-onasi, do'st-dugonalarini qanday tashlab ketsin? Yana o'zi bilmagan shaharga-ya? Bu gapni qaynonasiga aytib turuvdi, Nabi eshitib o'shqirib berdi. Nima, jinni bo'lganmisan? Men bilan ketasan, tamom. Axir qanday qilib? Buni menga ilgari aytmagandingiz-ku. Nima, xohlamaysanmi? Qolasanmi? Ana katta ko'cha, o'sha dugonalaring, onangning oldiga bor, javob senga. Shahnoza ikki o't orasida qolgandi. Ne qilarini bilmay, ko'zida yosh bilan narsalarni yig'ishtirdi. Ikkovi mashinada yo'lga tushishdi. Nabi Shahnozaga kelajakdagi orzulari, ishlari haqida gapirib berdi. Ammo Shahnozaning chehrasi ochilmadi. Shahnozaga shahar yoqmadi. Nazarida odamlar doimo qayoqqadir shoshgan. Hech kim bilan hech kimning ishi yo'q. Eng yomoni, bu yerda qo'shnilar ham bir-birini tanimas ekan. Oradan oylar o'tib, Shahnoza shunday odamovilikka o'rganib qoldi. Uzun kun uyda erining ishdan qaytishini kutib o'tirardi. Oradan ko'p o'tmay, Nabi yangi lavozimga ko'tarilib, ishlari yurishib ketdi. Keyinchalik ular katta va shinam uyga ko'chib o'tishdi. Kunlarning birida Shahnoza uylarni tartibga solib, qozonga ovqat soldi. Tikish qilib o'tirib biroz tolgan ekan, yotoqxonaga kirib ko'zi ilinibdi. Qattiq shovqindan uyg'onib ketdi. Hovliga chiqsa kimdir darvozani ayovsiz tepayotgandi. Turn yarmidan og'ib qolgan va notanish kimsaning baqir-chaqirig'i Shahnozani cho'chitib yubordi. Birpas ikkilanib jim turib qoldi. Bo'g'ziga tiqilgan qo'rquvni sezdirmaslikka urinib, "Kim?" dedi. Darvozaning orqasidan bo'g'i qirillagan ovoz keldi. "Kim? Nima? Meni tanimay qoldingmi? Men sening eringman. Och eshikni. Nima balo, o'lib qoldingmi?" Shahnozaning bugun ko'ngli nimanidir sezib, yuragi behalovat urardi. Mana hozirgi tomoshani qarang. Titrab borib eshikning ilgagini tushirdi. Ostonada devorga suyanib, oyog'ida zo'rg'a turgan eriga ko'zi tushdi. Uning ko'zlari suzilgan, oyog'ida zo'rg'a turardi. Nabi aka o'shqirib yubordi. "Nega qoqqon qoziqday turib qolding? Yo'qol ko'zimdan." Shahnoza o'zini tutolmay yig'lab yubordi. Axir Bamani oilada o'sib ulg'aygan, bunday holga hech duch kelmagan. Buning ustiga musofir shaharda suyanganidan bunday gapni eshitish uning xayoliga ham kelmagan. Juvon erini zo'rg'a sudrab uyga olib kirdi. Kayftaroq Nabi esa bo'sh kelmadi. "Ha, uyga ketaman deng. Gumashtalaringizni sog'indingizmi? Ketsang ketaver." Bechora ayol indamay o'tiraverdi. U bo'lsa g'o'ldirab uxlab qoldi. Shahnozaga tonggacha uxlay olmay o'z yog'ida qo'rilib chiqdi. Nega, nimaga degan savollar qiynayverib, bedor to'lg'anib tong ottirdi. Nabi bo'lsa hech nima bo'lmagandek nonushta qilib ishga ketdi. Shahnoza o'zini qo'lga olishga harakat qilsa ham ko'ngliga shubha oraladi. Erining bu darajada o'zgarishiga uning lavozimga ko'tarilib puli ko'paygani sabab edi. Deyarli butun shaharning ishi tushadigan odam emasmi? Ko'ndirish uchun ozginadan ichishardi. Kechqurungi tomosha esa Shahnozaga ataladi. Oradan oylar o'tsa hamki ahvol o'zgarmadi. Ayniqsa, bir kuni Nabi odatdagidek shirakayf uyga keldi-yu, videolarini boshladi. Lekin bu safar hangoma boshqacha tus oldi. Hamisha tishini tishiga qo'yib bardosh berib kelayotgan Shahnoza ham dardini to'kib soldi. "Ketaman, jonimga tegib ketdi. Ichib kelasiz. Mening aybim nima axir?" "Hoy, menga qara, seni tiling chiqib qolibdimi?" Bexosdan yuziga kelib tushgan shapaloqdan Shahnozaning boshi aylanib yig'lab yubordi. "Ket, yo'qol, otangning uyiga. Ey seni onangni. Onamga til tekkizmang. Kerak bo'lmasam ketaman ham. Siz ularni tirnog'iga ham arzimaysiz. Men hammangni sotib olaman. Sen bir qishloqi bo'lsang, qayerdan ham senga uylandim o'zi." Shu payt Nabining ko'ziga Shahnoza juda xunuk ko'rinib ketgandi. Sho'rlik ayol allamahalda uylariga yetib oldi-yu, ota-onasiga hech narsa demadi. Ertasi kuniyoq Shahnozaning kelgani butun qishloqqa ovoza bo'ldi.
U onasiga bor gapni aytmagan bo'lsa-ham, erining yoniga qaytib bormasligini, shu yerda qolishini aytgandi. Dardini birovga bildirmay, o'zi ancha kun qiynalib yurdi. Axir ne orzular bilan oila qurishgandi. Nega? Nima sabab bo'lib Nabi aka bunday o'zgarib qolganini hech tushunolmasdi. O'shanda ular birgalashib ko'p narsalarni orzu qilmaganmidi? Mana 2 oy bo'libdi hamki Nabi Shahnozaning izidan bormadi. Bag'ri xunjuvonning boshida bir fikr charx urardi. O'sha inson unga yo majburan uylangan, yo Nabi xotini uyidan ketganidan so'ng suyunchi olgan boladek ko'chaga, ulfatlarining yoniga qarab yugurdi. Hammasi ko'ngildagidek bo'layotgan edi-yu, ko'ngilni xira qilgan mana bu gaplar chiqib qoldi. Birinchidan, u har kuni ishga borishi kerak. Ulfatlari ham Nabini bekorga akam, tog'am, norim demaydi-da. Ikkinchidan, ishxonasida boshlangan tekshirishlar rosta uni tuydirib yuborgandi. Nima emish, ko'p mablag' nom-nishonsiz sarflab yuborilganmish. Shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi. Do'stlari masligidan foydalanib allaqanday hujjatlarga imzo qo'ydirib olishardi. Keyin esa har bir hujjat Nabi ishlayotgan bankdan beg'araz yordam, kredit bo'lib chiqardi. Oxiri bu mashmashalar nihoyasiga yetdi. Nabi ko'p pulni o'zlashtirgani uchun ta'magirlikda ayblanib, ishdan bo'shatildi. Mashinasi, uyini sotib, kamomadidan arang qutuldi. Omadsizlik kelsa, qo'shaloq keladi deganlari shu bo'lsa kerak. Doim ulfatlari bilan ko'ngilxushlik qilganidan so'ng o'zini ko'chada yoki uylarining oldida yotgan holda ko'rardi. Orada bir marta uni allaqaysi shifoxona xodimlari olib ketishibdi. Avvaliga uyi bo'lmagani uchun boshpana topildi deb suyundi. Ammo bu yerda ko'chaga chiqarishmas, ustiga ustak qandaydir darmon-dorilar berib davolashardi. Kunduzi-ku bilinmasdi. Kech tushgach esa yana ichkisi kelib aroq izlardi. A'zoi badani qaqshab og'rir, lablari titrab yutunib olardi. Ahvol bunday davom etsa, Nabi qochish payiga tushdi. Fikri zikri tezroq qochsa-yu, to'yib ichsa, keyin bir gap bo'lar. Ajablanarlisi shundaki, uning boshiga tushgan ko'rguliklardan uyidagilari bexabar edi. Yo'q, ular Nabining ishdan bo'shagani, jarima to'laganini bilishardi, lekin uning nom-nishonsiz yo'qolib qolgani hammani hayron qoldirgandi. Odat bo'yicha 7 oy kutishdi. Bu orada Nabining onasi yig'layverib aqldan ozdi. Bechora ona ko'rgan kishisidan o'g'lini so'rar, tinmay yig'lardi. Oldiniga aybni Shahnozaga qo'yishdi. Ammo bu gaplar befoyda edi. Afsuski, endi kech bo'lgandi. Xolnisa aya o'g'lini kuta-kuta ko'zlari to'rt bo'lib bu olamni tark etdi. Bemorni yaqinlari shifoxonadan olib chiqishdi. Ammo o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlari shu bo'lsa kerakki, Nabi ichkilikni tark etolmadi. Aksincha, borgan sari ichkilikning quliga aylanib qoldi. Endi u kayf va maishat uchun emas, balki ruhiy azob va jismoniy og'riqdan qutulish uchun, pushaymonlarini unutish uchun ichardi. Yana o'sha damlar qaytib kelishi, barchasi oldingidek bo'lishini xohlab ichardi. Go'yoki ichsa, hammasi ortga qaytadigandek edi. Ayniqsa mehribon ayolini haqoratlab, uydan haydaganidan pushaymon qilardi. U yo'l chetida o'tirarkan, bu yog'i nima bo'larkin degan vahimali o'ylar uni tobora azoblardi. Shahnozani oldiga borib, kechirim so'rashga, hayotini yangitdan boshlashga uning kuchi yetarmikin?